Oxirat diyarining jazo makoni bo'lgan jahannamga kiradigan kishilar to'g'risida Janob Alloh o'zi Qur'oni Karimda xabar bergan. Qur'onda jahannamga kirish tilg'ilingan o kishilar tuvandikicha. Birinchi, Allohga sherik keltirganlar. Ya'ni dunyodagi pul va yoki ma'lum mansablarni Allohni cho'ng bilgandek cho'ng bilganlar. Allohga ishonch qilgandek ishonch qilganlar. Mü'min surasida Alloh taolo mundaq deydi: Ondan ularga Allohni qo'yib sherik keltirgan butlaringlar qayerda? deyiladi. Ular o butlar bizdan o'zini chetga oldi. Balki biz ilgari hech narsaga ibodat qilmaydik deydi. Alloh kofirlarni mushundoq gumroh qiladi. Bu azob sizlarning zaminda haqsiz ravishda gunoh qilib, pul molni harom yo'lda sarf qilganliginglar uchun xushal bo'lganliginglar va hakavur bo'lib ketganliginglar uchundir. Sizlar do'zaxning darvozasidan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon. Ikkinchi, Alloh va Allohning rasuliga osiyat bo'lgan kishilar. Kimiki Allohga va payg'ambarga osiylik qilib, Allohning qonunlarining sirtiga chiqib ketadigan, Alloh uni do'zaxga kirgizadi. U do'zaxda mangu qoladi. Xo'rlig'icha azobga duchor bo'ladi. Niso surasi 14-oyat. 3. Oxirat kunini inkor qilganlar. Jannat ahli jahannam ahliga biz Parvardigorimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Parvardigoringlar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi: Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning taqdam yo'lidan to'sadi. Uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. A'rof surasi 44-45-oyat. 4. Oyatlarni inkor qilganlar va hakavurligi bilan ulardan yuz o'rgan kishilar. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadankashlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolgusi. A'rof surasi 36-oyat. 5. Allohga ibodat qilishdan yuz o'rganlar. Parvardigoringlar aytadiki, menga duo qilinglar. Men duoyinglarni qabul qilaman. Tilgininglarni beraman. Shubhisizki, mening ibodatimdan cho'ngchilik qilib bosh tortilganlar har holda jahannamga kiradi. G'ofir surasi 60-oyat. 6. Qur'onni va payg'ambarlarga avatilgan kitobni inkor qiladigan kishilar. Ular kitobni, ya'ni Qur'onni inkor qildi. Ular uzoqqa qolmay inkor qilganlarning oqibatini biladi. G'ofir surasi 70-oyat. 7. Alloh yo'lidan to'sadigan kishilar. Zolimlar kishilarni Allohning taqdam yo'lidan to'sadi. Uning agri bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. G'ofir surasi 45-oyat. 8. Kofirlar. Ey Muhammad, kofirlarga aytqinki, sizlar dunyoda mag'lub qilinsizlar va oxiratda jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon to'shak. 9. Qiyomat kunini inkor qilganlar. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. Furqon surasi 11-oyat. 10. Do'zaxni inkor qilgan fosiqlar. Allohning itoatidan chiqqanlarga kelsak, ularning joyi do'zax bo'ladi. Har qachon ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytariladi. Ularga sizlar inkor qilgan do'zaxning azobini tetinglar deyiladi. Sajda surasi 20-oyat. 11. Qiyomat va hisob kunini inkor qiladiganlar. Muddassir surasida Alloh taolo mundaq deydi: Ular jannatlarda bo'lib, gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik. Miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qiluvchilar bilan behuda so'z qilatdik. Biz qiyomat kunini inkor qilatdik. 12. O'zini cho'ng tutadiganlar. Qiyomat kuni Allohga yolg'onni chaplaganlarning yuzlarini qop-qora ko'rasan. Jahannamda mutakabbirlarga o'rin yo'qmi? Zumar surasi 60-oyat. 13. Isrof qilguvchilar. Chakdan oshirib o'tkichilar
haqiqatan sizlar meni oningga, ya'ni butga ibodat qilishga chaqirsizlar. Uning dunyo va oxiratda o'ziga ibodat qilishga chaqirgani yo'q. Bizning oxiri boradigan joyimiz Allohning dargohidir. Gumrohlikda haddidan oshquchilar ahli do'zaxdir. G'ofir surasi 43-oyat. 14. Cho'ng gunoh o'tkazishda, ya'ni kufrda ching turdiganlar. Alloh taolo sura voqeada bu turdagi kishilarni tasvirlab, ular cho'ng gunohda, ya'ni kufrda ching turgan edi. Voqea surasi 46-oyat. 15. Mal to'plab yaxshilik yo'liga sarf qilmay, meli o'zini mangu qoldirdi deb o'ylab qolganlar. Kishilarni ayblagichi suxanchiga boy. O mal to'pladi va uni yaxshilik yo'llarga sarf qilmay saqlash uchun sanadi. O meli o'zini dunyoda mangu qoldirdi deb o'ylaydi. Hargiz undaq emas. O cho'qim hutamaga tashlandi. Hutamaning nimaligini qandoq bilalaysan? O Allohning yondirgan o'tidirki, uning alimi yuraklarga yetib bordi. Ular cho'qim do'zaxga solindi. Egiz to'riklarga bog'landi. Humaza surasi 16. Oltin kumush yig'ib Alloh yo'lida sarf qilmagan kishilar. Ey mu'minlar! Hibriylar va rohibalardan, ya'ni Yahudi va Nasara ulamolardan nurg'unlari kishilarning pul mollarini haqiqatan harom yeydi. Kishilarni Allohning diniga kirishdan to'sadi. Oltin kumush yig'ib uni Allohning yo'lida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergan. Tavba surasi 34-oyat. 17. Yer yuzida haqsiz gunoh qilib ko'ranglab ketganlar. Bu azob sizlarning zaminda haqsiz ravishda, ya'ni gunoh qilib pul molni harom yo'llarga sarf qilganinglarga xushal bo'lganliginglar va hakavur bo'lib ketganliginglar uchundir. Sizlar do'zaxning darvozalaridan kirib, u yerda mangu qilinglar. Mutakabburlarning joyi nima degan yomon. G'ofir surasi 77-oyat. 18. Alloh yo'lining agir bo'lishini xohlaydigan kishilar. Zolimlar kishilarni Allohning dag'dam yo'lidan to'sadi. Uning agir bo'lishini tilaydi hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'sma bo'ladi. To'smaning ustida, ya'ni Arafda ahli jannat va ahli do'zaxni ularning simosidan to'niydigan odamlar, ya'ni ahli Araf bo'ladi. Ular ahli jannatga, sizlarga omonlik tilaymiz deb to'g'laydi. Araf surasi 45-46-oyat. 19. Zolimlar. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepinadigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundaq jazo beramiz. Araf surasi 41-oyat. 20. Kafirlar. Alloh taolo Sad surasida mundaq deydi. Bu haqiqatdir. Kafirlarning oxiratda bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joy. Sad surasi 55-oyat. 21. Azg'unlik ichidagi ota bo'g'illarga ergashganlar. Ular haqiqatan ota bo'g'illarni gumroh qildi. Ular ota bo'g'illarining izidan yugurdi. Saffat surasi 69-70-oyat. 22. Oldida voy deb kaynidan suxanchilik qildiganlar. Kishilarni ayblaguchi suxanchiga voy. O mal to'pladi va uni yaxshilik yo'llarga sarf qilmay saqlash uchun sanadi. U meli o'zini dunyoda mangu qoldirdi deb o'ylaydi. Hargiz undaq emas. O cho'qim hutamaga tashlandi. Hutamaning nimaligini qandoq bilalaysan? O Allohning yondirgan o'tidirki, uning alimi yuraklarga yetib bordi. Ular cho'qim do'zaxga solindi. Egiz to'riklarga bog'landi. 23. Miskinning qo'rsiqi bilan kori bo'lmaganlar. Alloh taolo Muddassir surasida mundaq deydi. Ular jannatlarda bo'lib gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi. Biz namoz o'qimadik. Miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qiluvchilar bilan behuda so'z qilatdik. Biz qiyomat kunini inkor qilatdik. 24. Batil va foydasiz ishlar bilan mashg'ul bo'ldiganlar.
Ular jannatlarda bo'lib gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik. Miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qiluvchilar bilan behuda so'z qilatdik. Biz qiyomat kunini inkor qilatdik. 25. Namoz o'qimaydiganlar. Ular jannatlarda bo'lib gunohkorlardan sizlarni do'zaxga kirgizgan nima deb so'raydi. Ular javoban aytadi: Biz namoz o'qimadik. Miskinlarga taom bermadik. Biz behuda so'z qiluvchilar bilan behuda so'z qilatdik. Biz qiyomat kunini inkor qilatdik.